Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Farzandlarimiz tarbiyasi ba'zi xil uslublarda buzilyapti. Shunga bir hadis oyatlar aytib yordam bering debdilar. Ya'ni masalan bolalar yoki gohida bizda odamlarda bu odobsizliklar bor. Kattalar ham dasturxon boshida kekirish, yel chiqarib yuborish yoki ba'zilarda yoshlarda bir-birini ustidan kulib hazillashib ham shu qilg'ida qasddan qilishlik holatlari ham uchratiladi. Mana bular haqida bir hadislar oyatlarda kelgan bo'lsa aytib bering debdilar. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minni sifatlaganda innal mu'mina la yakunu bazi'an deganlar. Mu'min odam bazi bo'lmaydi. Bazi degani ana shu pastkash, badxulq bo'lmaydi degan. Bu ishlar kekirib yuborishlik, yil chiqarib yuborishlik hech qachon mu'min odamning unaqangi pastkash xislati bo'lmaydi. Balki Allohning so'zida kelgan va ta'tuna fi nadikumul munkar. Majlislarda munkarni qilaverardinglar deb Lut alayhisalom qavmiga aytgan. Mana shu oyatning bir tafsirida ulamolar aytganki, o'tirib olib dasturxon boshida yil chiqaraveradilar. Hech birovdan hayo qilish degan gap yo'q edi. Bu demak katta bir og'ir gunoh degani. Hech inson albatta endi ixtiyorsiz bo'ladigan holat nazarda tutilmaydi bu yerda. Qasddan birovdan hech hayo qilmasdan o'tirib olib dasturxon boshida yil chiqarib yuborish yoki jamoat boshida o'tirib olib yil chiqarish bu Lut qavmining amali edi. Nega unday bo'lgan? Lut qavmining amali bo'lgan desa, aqlda ishlatib ko'rsanglar tushunib olasizlar negaligini. Ya'ni ular erkaklarga shu qilg'ini qilardi. Yoki ayollarga qo'shilmoqchi bo'lsa ham ayollik joyiga emas, orqa avratiga qo'shilardi, nauzubillah. Erkakda ham orqa avratiga erkaklar qo'shilardi. Mana shu natijasida ular o'tirgan joyida yil chiqarib yuborardi. Shunaqangi pastkashlashib ketgandi. U hayo degan narsa qolmagan va ushlab ham turmaydi o'zini. Ushlolmaydi hamda chunki. Ana shunaqangi pastkashlashib ketgan. Bu demak bir sog'lom odamning ishi ham emas deganida bu. Bu narsada kattalar aslida o'rnak bo'lish kerak. Bolalarga bu narsalarni bir qiziqarli narsa deb emas yoki bir o'yin kulgu deb emas, buni sharmandalik deb ogohlantirish kerak. Endi kekirish masalasi bo'lsa bu urf odatga qaralinadi. Ba'zi o'lkalarda to'g'ri ehtimol mana o'tirib kekirishlik bu yomon narsa sanalmas, lekin ba'zi o'lkalarda yomon narsa sanaladi. Va nima bo'lganda ham aslida birovga ozor berish shariatda mumkin emas. Shuning uchun Rasululloh nahan nabiy sallallohu alayhi vasallam nafxi fit ta'am. Rasululloh ovqatga puflashdan qaytardi degan. Nega qaytardi puflashdan ovqatga? Sovutish uchun bo'lsa ham kerak bo'lsa. Chunki ana shu ovqatga puflasangiz shu boshqaga kekirgandek bo'lasiz, og'zini hidini inson birovga qaratib puflagandek yoki shu ovqatga qaratib og'zini hidini chiqarib puflagandek bo'lib qoladi. Mana shu uchun qaytarilgan ovqatga puflash. Endi kekirishlik bu undan battar. Ichida nimasi bo'lsa shuni chiqaradi. Xiyarukum ahasinukum axlaqo deganlar. Sizlarning yaxshilaring xulqi go'zallaring deganlar. O'z navbatida to'g'ri ixtiyorsiz bo'lib qolsa Rasululloh bundan kulishdan ham qaytarganlar. Hazil huzul qilib kulish emas, mutlaqo kulishdan qaytarganlar. Bima yadhak ahadukum min akhi mimma yaf'aluhu huwa deganlar. Nega birovlaring bir birodaridan ustidan kuladi, o'zi ham qiladigan ish sabab degan. Ya'ni masalan gohida birovdan o'zi istamagan holatda yil chiqib ketib qoladi. Shu holatda odamlar hammaga gap bo'lib qaqirlashib kulishadi. Rasululloh shundan ogohlantirgan, nega birlarning o'zi ham qiladigan ishdan kuladi, biroq qilib qo'ysa degan. Faqat endi shu jamoatchilik joyida qilinmaskanda mana. Hech bir narsa odatiy tusga kirib ketmagan demak Rasululloh zamonlarida ham. Oilani oldidami yoki boshqadami bu narsalar shuning uchun odobsizlik, aniq tushunarli narsa. Mana qanday katta munkarlar bor, ogohlantirdik. Bu ishlarda tarbiyani yo'lga qo'yish kerak, vallohu alam.